Davomida reels orqali men sizga o'zingizga bo'lgan ishonchingizni, o'zingizni qabul qila olmasligingizni to'g'ri yo'lga o'zgartirib beraman desam, ishonasizmi? Agar ishonmasangiz, давайте ketdi. Agar rost ekasizmi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, menga tez obuna bo'lib qo'yasiz. Sizlarga bitta savol beraman. Nimaga siz o'zingizni ko'rinishingizdan uyalasiz? Nimaga? Bir aytadi semizligimdan, bir aytadi ozg'inligimdan, bir aytadi qoraligimdan, bir aytadi sarg'amashligimdan, bir aytadi bo'yim balandligidan, bir aytadi bo'yim pastligidan. Qayerda ko'rasiz ideal odamni? Siz pasayishni boshlaydigan bo'lsa, o'zingizdan uyalishni boshlasangiz, siz atrofdagilarda menga qarayapti, mana bu narsa yarashmabdi degan narsani uyg'otasiz. Masalan, menga kimdir qarab turgan bo'lsa, demak nimadir yarashmagan, yo rangimga qarayapti, qoraligim tanalgam singib ketgan, xunuk ko'ryapman deb, uyalib yerga qarab o'tib ketardim. Nima qilishni bilasizlarmi? Agarda notanish odam bo'lgan, notanish odamga g'alati qarab tursa, mana nimadir izoh qilib qo'ydingizmi deb aytaman. Bu bir. Agarda meni yomon ko'radigan dushman-pushmonlarim bo'ladigan bo'lsa, kayfiyatim umuman buzilmaydi. Bekorga ularning gapiga qarab, voy nima qilyaptim deb kayfiyatimni buzganimda nima foyda etinglar? O'zingizni zo'rman deb tan oling, lekin kibrga berilib ketmang. Prosta tak, meni ko'rinishim Xudo yaratgan. Men uyalishim kerak emas. Nabarat ular g'alati qarayotganga, ular meni g'iybat qilayotganga uyalsin. Mayli, meni gunohim bo'lyapti deb. O'zingizni bosing, prosta ensingizni qotirimda qarab keting. Bo'ldi. Hech qanaqa hech nima o'zgarmaydi. Boshingizni ko'tarib turib, prosta uverenizni oshiring. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz qanchalik baland bo'lsa, odamlar sizni shunchalik hurmat qiladi. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Kelishib o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshirasiz bugundan boshlab. Umuman e'tibor bermaysiz hech kimga. Xo'p. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, xuddi shunaqa o'ziga ishonmaydigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying. Ganji oy oxirigacha 80 ga bo'lishimiz kerak. Unga ham obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr.